Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi Samarqand fason darvozamiz tayyor bo'ldi. Bir ko'rishinglar mumkin. Gullari ham bir bejirim holatda o'ziga yarashgan. Ranglari ham skromni ranglarda chiqqan. Ko'rishinglar mumkin. Profillari, materiallari qalin variantda ishlangan, full variantda, 2 qavatli shumkali variantda chiqqan. Mana ko'rishinglar mumkin. Ovoz yo'q, shum. Xudo xolasa kimga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 24/7 onlaynmiz. Xudo xolasa ishlaringni cho'tki qilib bitirib beramiz. Ko'ngildagidek qilib. Mana bu yoqda lazer fason darvozamiz, bu yoqda Dubay fason darvozamiz. Sal chang bo'lib qolibdi yo'lda bo'yida. Mana ko'rishinglar mumkin. Hammasi shumkali, qalin variantlarda chiqqan. Mana ovoz yo'q, umuman ko'rishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastlabki ustanovkasi ichida bepul, mutlaqo bepul. Nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bu yerda mana chechen fason darvozamiz bityapti, kichkinagina razmercha. Uchalari mana Force uslubida bo'lgan, mana ko'rishinglar mumkin. Uchalari ham o'ta materiallari qalin, 1.7, yondorlari 10/5 qalin bo'lgan, 1.7, 8 profillardan ishlatilgan. Bu yerda mana bu yerda barellarimiz bitmoqda, ko'rishinglar mumkin. Mana o'zgacha uslublarda ko'rishinglar mumkin. Yo'q, bitmoqda. Bu yerda mana darvozamiz Toshkent fason boshqachasi, mana ko'rishinglar mumkin. Обязательно kraskadan oldin cho'tkilar ishlab, gruntовка sepiladi. Mana ko'rishinglar mumkin, gruntовкаlarimiz xudo xolasa mana kraskani 4 kilo sepiladi mana. Ko'rishinglar mumkin. Darvoza o'ta ideal holatda chiqqan. Mana ko'rishinglar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yana bir marta aytaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.